Assalomu alaykum, qadrli YouTube ixlosmandlari. Bugun mana Farg'ona viloyati Xonqiz qishlog'idagi ishimizni nihoyat bugun katyol keldi, o'rnatdik. 20 talik katyol. Mana 60 ga chiqdi, o'shdi. Xo'sh. Obratgamiz 45. Bu yerda hozir 4 ta radiator bor. 25 ga olti nasos qo'yganmiz. Bu tomonda 32 bilan chiqarib qo'ydik. Bag'da 25 bilan bo'lgan obvязка. Xo'sh, aqa narigi xonadonga keyinchalik qilinadi. Ya'ni 32 dan chiqarib qo'ydik. O'sha yerdan yerga tushib ketadi, ulanadi. Undan расширительni chiqarib qo'ydik. Mo'rimiz 4,5 metr. Uni ham tunikachilarga sotib keldik. Katyolimiz Xudoga shukr yaxshi ishladi. Gradusini toshni olyapti. Hozir 65 ga qo'yganmiz, 65 ga borib qaytadi. Mana shunaqa ishlar, mana o'zqatuvchilar, gradusnilar, endi slimnoy ekran. Podpitka Aristondan qildik. Bu yerda hammom bor. Hammomdan obratkaga issiq suvni podpitka qildik Aristondan. Bu eng zo'r narsa. Buni tushunmaganlar tushunmaydi, tushunganlar juda yaxshi biladi. Katyolga issiq suv kiradi. Sog' bo'linglar. Bugun 23-noyabr. Ishimiz yakunlandi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Paka.